do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova silqasi opisiyaniyada. O'zbekiston chegarachilari Xayraton ko'prigida toliblar bilan uchrashdi. Balx viloyatining Xayraton portida 5-oktyabr chorshanba kuni O'zbekiston chegara qo'shinlari ofitserlari Tolibon harakati vakillari bilan uchrashdi. Bu haqda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining rasmiy Twitter sahifasi ma'lum qildi. Uchrashuvda tomonlar har qanday qarama-qarshiliklarni muloqot orqali hal qilishga kelishib oldi. Chegarachilar o'rtasidagi muvofiqlashtirish va aloqa mexanizmlari ham muhokama qilindi. Bundan tashqari ikki davlat vakillari chegarani noqonuniy kesib o'tish holatlarining oldini olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Ma'lum qilinishicha, afg'on tomoni delegatsiyasiga 6-chegara brigadasi qo'mondoni Mansur Mavlaviy, O'zbekiston delegatsiyasiga esa polkovnik Xoliqnazar boshchilik qilgan. Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Sijjak oromgohi qayta auksionga qo'yildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Sijjak dam olish maskanini takroran kimoshdi savdosiga qo'ydi. Jarayon 2 bosqichdan iborat. Avval ariza beruvchilar tanlanadi, so'ngra tijorat takliflari baholanadi. Potensial xaridorlar dam olish zonasini rivojlantirish bo'yicha biznes konsepsiyasini taqdim etishlari kerak. Oromgoh O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan. 2017-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi ajrimi bilan musodara etilgan. Keyinchalik musodara qilingan ushbu hashamatli qarorgoh ichidagi barcha jihozlari bilan O'zbekiston Triatlon Federatsiyasiga vaqtinchalik foydalanishga berilgan edi. Ammo oxir-oqibat ushbu dam olish maskanini ommaviy savdolar orqali shaffoflik prinsipi asosida sotuvga qo'yishga qaror qilindi. 2021-yilda dam olish maskani bir necha bor sotuvga qo'yilgan edi, biroq xaridor topilmagan. Joriy yil bahorida ham oromgoh auksioni bo'lib o'tdi, biroq obyekt yana sotilmadi. Ayni paytda davlat aktivlarini boshqarish agentligi tasarrufidagi mazkur majmuaning umumiy yer maydoni 5,38 gektarni tashkil etadi. Bino va inshootlari esa 4040 kvadrat metrdir. Oromgohda mehmonxona, bir nechta hovuz, amfiteatr, kottej va boshqa inshootlar mavjud.